O'rtoqlar, assalomu alaykum. Ahli YouTube charchamayapsizlarmi, omonmisizlar? Hop, bugun Mehnatdamiz. Obyektimizga bor edi. Tayyor gazon, palif qilib chiroyli qilib yotqizib berishimiz kerak edi. Hozir shu manzara bilan sizlarni bitta tanishtiraman. Mana o'rtoqlar, ish jarayoni. Hop, palif mana bu yoqqacha keldi hozir. Hamda hozir to'xtatib yoqda ko'lash ishlari olib borilyapti. Shu oq bilan chizib qo'yganlar ko'lanadi. O'rtada fontan bor, lekin bizga aloqasi yo'q. Buni chiroyli qilib yasataman deyapti uy egasi. Hop, bizning xizmatimiz nima bo'lyapti? Bu yerda yerni tekislab, yangi turpoq tashab, palif qilib, gazon yotqizib ketish. Bu yer dam oladigan joy bo'lyapti. Rahbarlar dam olib o'tiradigan joy bo'lyapti bu yer. Xohlasa okalarimiz mana chiqib yotishdi. Ahamiyat beringlar, yerni qanaqa chopish o'rniga ko'lashyapti. Yer ko'lashyapti, yer. Juda qattiq ekan yerlarga bor. Bitta tekadigan bilan yerni yumshatib ko'lashyapti. Endi biz buni ustidan tekislab turib, yangi turpoq tashlayveramiz. Xullas shunaqa xizmatlar o'rtoqlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar bemalol. Dam oladigan zonami, hovlilarmi, uymi, mana bunaqa sharchalarni ham qilib beramiz yo'ldan. Men bu yerda o'zi bor ekan. O'rtoqlar, xudo xolasa sekin-sekin mana shunaqa ish jarayoni bilan sizlarni tanishtirib boraveraman. Hozircha shu ish boshlaganimizga bir 2 soatcha bo'lib qoldi. Ancha yerlarni epaqaga keltirib oldik. Men xursand bo'lgan narsa hamda suv bor ekan. Ko'p joyda suv yo'q, ko'chadan olib kiriladi. Xullas shunaqa. Tomosha qilishda davom etinglar o'rtoqlar. Ancha turpoq to'kib qo'ydik. Hop, bu hozir 3dan 1 qismi. Mana shu to'ldirsa, xudo xolasa ozgina qoldi. Keyin mana bu yoqqa o'tamiz. Keyin bu yoqqa o'tamiz. Ungacha palifchilar tezroq ko'm bersa, o'ka hali yerni teshib o'ralar. Xullas shunaqa ish qaynayapti. To'xtamasi, tag'in ham salqin ekan bu yo'llar hozirgi suvda. Qancha ko'tariladi mana bu ko'ryapman. Kamida bir 25 sm. O'rtoqlar, bu yo'dagi obyektimizning mana 3-kuni. Xudo xolasa turpoqlarni tashab, chotki qilib, tekis qilib gazon yotqizishga tayyor qilib qo'yishibdi. Vashi chiroyli bo'lgan. Mana bu yoqqa 50 tadan oshiq archa taxlangan. Endi bu boshqa joyda turgan bo'lgan, ko'lab bu yoqqa olib berdi. Chiroyli qilib bir qator qilib qo'yib berdi. Hozir endi mana gazonimiz tushyapti. Xudo xolasa yer vashi tunov bo'ldi, lekin yangi turpoq tashaldi. Hop, ustidan trambovka qilindi. Mana ichlarini ham tozalab chiroyli qilib qo'yishibdi. Ikkinchi kuni men kela olmadim. Sabab men davlat ishida edim. Kecha o'zligi turpoqni tashib, archalarni ko'lab olib chiqib qo'yishibdi. O'shaning uchun sizlarga ikkinchi kundan video ola olmadim. Xudo xolasa bugun 3-kuni bitadi. Inshaalloh Allohning izniyle bilan bitiramiz. Hozir gazonimiz keldi, tushirishyapti. Turpoqlar tayyor. Sizlarga sekin-sekin ko'rsatib boraman endi. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Mana bu gazon tushirish boshlashdi. Eng oxirdan burchakdan boshlaymiz. Sekin-sekin okalarimiz tashyapti. Ishchi kuchi olib keldi. Olib kelmasa bo'lmasdi. Nikak o'zimizning kuchimiz yetmasdi. Ham zabor ham yo'q edi. Kecha shu zabor ham qilib qo'yishibdi, baraka topishsa. Mana gazon tashyapti. Arabada tashimasa qo'lda odam qiynalib qoladi. Jonivor bittasi ham 7-8 kilo chiqadi. Shunaqa kuzatishda davom etib turinglar. Inshaalloh bitganda vash asal bo'ladi. Hozir gazonni ko'rsataman sizlarga. Aloqada bo'lib tursanglar bo'ldi. Gazonimiz ham katta Isuzuda keldi. Hamma tushiryapti inshaalloh. Tezlatib tushirib, inshaalloh Allohning izni bilan o'tkazib tashlaymiz. Archani ko'chgan joyini ko'rsatdim sizlarga. Kecha o'sha yerga men dam olib shu yerga o'tirdim o'tgan kuni kelganimda. Yo'q, mana bir kunni tozalab tashlashibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana archa mana mashita bo'lgan, zabor bo'lgan. Shuni tozalab yo'q borishibdi. Xolasa mana shu obyektimiz bugun. Tayyor rulon gazon keldi. Vaqti asali kelibdi, lekin gap yo'q. Hop, mana bu yotqizilayotgan gazon. Hop, bunga hali suv quyilmadi. Ana mana bu yoqda bo'lsa, o'sha suv quyilib, tozalanib, chotki bo'lyapti. Endi rulonga kelganning hisobiga ozgina sug'orilgan gazon loy bo'lib qolgan usti. Mana bu yoq loy tomoni, mana bu yoq esa quruq tomon. Toza bo'lgan tomoni. Tilaylanmayapti charchagan. Mana bu mening birinchi ustozim deydi.
Doniyor akam baraka topsinlar. Ko'timga tep o'rgatganlar. Hali ham o'rgatyaptilar eng qizig'i. Lekin nechta o'rganganman. Yo, nima deysiz? Okalar baraka topishsa, chiroyli qilib yotqizishadi. Mana 3 dan 1 ga keldik. 3 ta galani ozgina hozir suhbatini olamiz. Charchashdimi yo'qmi? Ha? Joyimizda mana pashti 3 dan 1 bo'lib qoldi. Ha, Hoji aka charchab qolmadingizmi? Yaxshimi hammasi? Yaxshi. Shepsizchi? Zo'rmi? Hatto tushib qoldi endi. 3 dan 1 bo'lib qoldi, menimcha. Ha. Xolos yo'q, ozgina qoldi. Yeb, yo'da ham tuprata ishlayapti. Doniyor aka, gazon sifat haqida qisqacha. Sifati dabdala bo'yapti. Lekin uni yaxshi qilib qo'yish kerak bo'ladi. Mana gazon Sifat a'lo. Gazon bo'ladi, qaramasang gazon bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, hamma narsaga e'tibor kerak, to'g'rimi? E'tibor bo'lmasa, mana e'tibor. Nima deysiz? E'tibor hammasi bizda-yu. Mana. Xullas qarash kerak. Agar mabodo mehr bera olmasanglar, e'tibor bera olmasanglar, bemalol murojaat qilsanglar, e'tibor zo'rini berib beramiz. Ish qaynayapti xullas. Kun qaynayotgandan olib tushyapti. Ko'p ketib ozi qoldi. Ancha bitib qoldi inshaalloh. Yana mashincha joy qoldi. Xudo xolisa shuni yotqizib olsa ustagalar bilan. Doniyor akam sug'oryaptilar. Go'zal manzara bo'pti o'zi ham. Men mazam qochib qoldi suvda. Bas damoqman. Bar shaharda katta bo'lganimiz bilinadi-da. Ha, Doniyor aka. O'rtoqlar yotqizib bo'ldi va nihoyat. Endi faqat sug'orish qoldi. Xudo xolisa. Juda ham chiroyli chiqdi. Lekin endi buni abilni sug'orish kerak. Bir 10 kun ayamasdan 2 mahal, 3 mahal loy qilib qo'lni sug'orib turish kerak. Nimaga desanglar, tayyor gazonni tegidagi turpog'i mabodo qurib sal kesak bo'lib qolsa, mana uni keyin yopishtirib bo'lmaydi bir-biriga, tegidagi turpog'iga. Shu hisobiga suvni tindirmasdan quyish kerak. Men o'zim ham cho'milib oldim, boshimdan suvlar quyib. Doniyor aka, 3 kun deganda bitta xudo xolasa. O'rtoqlar bitirdik 3 kun deganda juda ham chiroyli chiqdi. Xizmatli bo'lsa bemalol cho'chimasdan murojaat qilaverasizlar. Olib qo'yamiz hammasini. Xullas, 3 kun deganda bitta o'rtoqlar juda ham chiroyli bo'ldi. Qattiq mehnat qilindi shunga yarasha. Ikkinchi kun men bo'la olmadim. Doniyor akam rosa so'ktilar kelmading deb ishda bo'lib qoldim. Omon bo'lishga majbursizlar.